Assalomu alaykum hammaga. Cobalt propan 47 talik. Probegi 250 yuryapti. 250 или 300 atrof yuryapti. Uzoq yurgani. Programmasini qildik. Motor programma, korobka programma или gaz programmalarni hamma yo'qdan qildik. Bu narsa probeg chiqmasa ko'pincha propan balonni kim ustanovka qilganini bilasizlar. Agar o'zingizlarning ustalarga olib borsalar ham bo'ladi. Ko'pincha mana shu trubkani mana sizlarga tushuntirish uchun, sodda tushuntirish uchun mana qaranglar. Hali tubiga yetib borgani yo'q mana. O ichida gazaning turibdi. Bu narsani tubiga yetib borgani yo'q. Tubiga yetib borsa mana trubkani ovoz chiqyapti. Bu narsa yetib borgani yo'q. Kamida bir 10-15 ta ana yetib borgani yo'q. Mana endi yetib boryapti. Shu joyda yetib boryapti. Mana shu trubkaga qarab qo'yishlarini maslahat beramiz. Mana hali yetib borgani yo'q trubkaga. O'zimiz ustanovka ham qilamiz. Bunaqangi probeg chiqmay turgan bo'lsa, kakpolujni tekshirib, probeglarni ko'paytirib 450-500 yurishiga korobka, motor programma, gaz programma hamma yo'llar o'zimizda bor. Bemalol 500, 450, 500, 550 gacha yurgizsa bo'ladi. Xo'p. Oxir ochishga majbur bo'ldik. Kim ustanovka qilganini so'rasak, ustanovka qilgan ekan, bir o'zimiz tanish. Ularga aytib, boshqa qilib ovora qilmayotmadik. O'zimiz ochib, kakpolujni tekshirib qo'ya qoldik. Filtrlarni yangilab beramiz. Bu yoqdagi одноразовый filtrlar yangilashgan ekan. Bu yoqdagi filtrni yangilanadi. Qolgan ham yo'g'i bo'ldi. Shu bilan xudo xolasa 450-500 gacha yuradi. 550 gacha qisib bersak yuradi.